Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sog'misizlar? Bugungi mavzuyimiz bu inson bilan taqdirimiz birmi, nikohiga oladimi, dalsh yarashib ketamizmi, yarashuvlar bo'ladimi, birga oila quramizmi degan mavzularda общий bitta расклад qilib, taqdirimiz birmi degan mavzuda karta ko'rib chiqamiz. Kartalarga o'z energiyalarini yuborgan holatda u insonni yoshini, ismini, turishlarini ko'z oldingizga keltirib, gavdalarini kartalarga o'z energiyalarini yuborasizlar. Biz har doimgidek birinchi, ikkinchi variant qilib karta raskladini boshlaymiz. Obuna bo'lgan obunachilarim uchun o'chirim qilyapman. Xo'p, birinchi variant, ikkinchi variant. Xo'p, birinchi, ikkinchi variant. Xo'p, yana dalsh karta olaylik. Xo'p. Oldin munosabat qanday bo'lgan, hozirda munosabat qanday, dalsh kelajakda qanday munosabat bo'ladi? Birinchi variantlar uchun biz boshladik. Bilasizmi? Birinchi variantdagilar boshlanishda juda ham ajoyib boshlangan, bir-birlaringizga sevgi, izhorlar, muhabbatlar, o'ldim kuydilar, hamma narsasi yaxshi bo'lgan. Lekin hozirda oldin yaxshi bo'lgan hammasi. Juda ham chiroyli bo'lgan, lekin hozirda olib qaraydigan bo'lsak, hozirda qandaydir dil xiraliklarda turibsizlar. Yo tortishib qolgansizlar, yo urushib qolgansizlar, yo gaplashmayapsizlar. Xullas, qandaydir dil xiraliklar bo'lgan, janjallar bo'lib o'tgan. Oldin hammasi yaxshi boshlangan, hozirda o'ylovlarda qolgansizlar. Dalshi nima bo'ladi kelajagimiz deb. Bilasizmi? Kelajagingiz sizni ikkalangizni bir bo'ladi, taqdir tomonidan bir bo'ladi. Har qanaqa qarshichiliklar bo'lmasin, dil xiraliklar bo'lmasin. Taqdirlaringiz bir sizlarni boshlanishda go'zal boshlangan, oxirida ham juda ham go'zal yakunlanadi. O'rtada hozirgi vaziyatda qanchalik muammo bo'lib turmagan bo'lsin. Chunki mana qarang, to'siqlar bo'lyapti, qarshichiliklar bo'lyapti, g'iybatlar bo'lyapti, gap so'zlar bo'lyapti, lekin baribir taqdir tomonidan sizlarning taqdiringiz bir. Ham xavotir olish keragi yo'q, o'ylovlarni hojati yo'q. Endi ikkinchi variantdagilarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi variantdagi insonlarimizda hozirda juda ham mehnat qilayotganligi ko'rinyapti. Rejalar qandaydir pul kelish uchun mehnat qilyapti, yo bo'lmasa qandaydir bir rejalar tuzyapti. Aqliy mehnat yoki jismoniy mehnat bilan bandlik ko'rinyapti. Bir oila bo'lasizlar albatta. Bu ikkinchi variant tanlaganlarda ham bir oila yoki bir oila bo'lsangizlar ham, hozirda pauzalarda turgan bo'lsangizlar ham, dalsh kelajakda yaxshi bo'lib ketishi ko'rinyapti. Farzandlar ko'rinyapti o'rtada. Oilaliklar bo'layotgan bo'lsa ham, oilangiz juda ham go'zal bir nimaga kelishi ko'rinyapti. Keyin dalshi bilasizmi? Bu inson qilayotgan mehnatlarini natijasini oladi. Hozir qilayotgan mehnatining natijasini kelajakda oladi deb ko'rsatyapti hozirda. Chunki mana uchchala kartamiz ham yomon chiqmadi, eng oxirgisida esa ko'plab tangachalar chiqdi. Bu inson o'z qilayotgan mehnatining natijalarini tez kunda oladi. Pauzalarda turgan insonlar bo'lsa yaxshi, yana dalsh yaxshi bo'lib ketadi taqdirlaring. Hech ham bir xavotir olishni keragi yo'q. Sizlarni har ikkala variant tanlagan insonlarda ham taqdiri juda ham go'zal chiqdi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'z obunachilarim uchun ochaman doim. Kartaga o'z energiyalaringizni yuborgan holatda oldim, qabul qildim deb yozing.